Nega deyarli hech kim Erling Holandni to'xtata olmaydi? Hatto uni jarohatlamoqchi bo'lgan ayrim futbolchilar oxir-oqibat o'zlari jarohat olib maydonni tark etishgan. Holand noyob jismoniy salohiyatga ega. U har kuni taxminan 6000 kilokaloriya iste'mol qiladi. Mashg'ulotlardan so'ng muzdek suvda tiklanadi. Uyqu vaqtida og'iz orqali nafas olishni cheklash usullaridan foydalanadi va odatda 10 soatgacha uxlaydi. Ammo uning kuchi faqat mashg'ulotlarda emas. Erlingning otasi professional futbolchi, himoyachi Alf Inge Holand bo'lgan. Onasi esa yengil atletika bo'yicha ko'p kurash musobaqalarida qatnashgan sportchi. Kuchli genetika, qat'iy intizom va tinimsiz mehnat uni dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantirdi. Bir safar Joshua Kimmix Holand bilan kurashda o'zi jarohat oldi. Shu kabi holatlar sabab muxlislar